Nima, men o'zim uchun qilyapmanmi? Sizlar uchun qilyapman-ku. Bo'ldi endi. Shu zavodingizni yopa qoling. Haliyam o'sha biznesingni rivojlantiraman deb yuribsanmi? Aka, biznes qilish sizga emas ekan. Tavakkal bilan oila boqib bo'lmaydi. Bironta bola oyligini ola olmadi. Balki o'sha pullarga o'zingiz mazza qilib yashab yurgandirsiz, a? Bundan ko'ra foydaliroq ish qilgin. Ko'chaga chiqib arava yedalasang ham bundan ham ko'p pul topasan. Yaxshi emas, birovni haqqini yeyish. Erkak pul topish kerak. Uy o'rniga boshqa Qilish tayinli ish sizga emas qidiring. ekan. Biznesmenlar qachon bilim oladi, qachon o'qiydi? Biznesda klient bo'lmay, muammo bo'lgan holatda o'qiymiz, o'rganamizda. Mana shu holatingiz sizni tushkunlikka tushib, muammoga, problemaga tushgan holatingiz, bundan biz yaxshilikni ko'rishimiz kerak. Nima uchun? Yaratgan bizga muammolarni kuchli bo'lishimiz uchun beradi. Bu bilimlarni olsangiz, shuncha odam bilan tanishasiz, bular bilan hamkor bo'lasiz, investor bo'lasiz, investitsiya olasiz. O'sha ularni tushunmagan odamlar ham men bilgan edim, shunaqa bo'lib ketishini bilgan edim deb aytishadi. Birgalashib biznesingizni o'zingiz xohlagan o'ringa Xudo xolasa olib chiqasiz. Onasi, uxlab qolmadinglarmi? Shunaqa yangiliklar shu paytgacha noto'g'ri qilib bergan ekanman. Endi bu yoq boshqacha bo'ladi. Endi